Kapalakdek qanot qoq, asalaridek nish ur. Muhammad Ali iqtiboslari. Mashg'ulotlar zalida shug'ullangan har kim ham chempion bo'lavermaydi. Chempionni insonning ichki xohishi, orzusi va maqsadi dunyoga keltiradi. Sen haq bo'lsang, hech kim buni eslab qolmaydi. Agar nohaq bo'lsang, buni hech kim unutmaydi. O'tmishdagi xatolarga qayg'uraverish eng katta xato. Boshqalarga qancha ko'p yordam bersak, o'zimizga ham shuncha ko'p yordam qilamiz. Maqsadingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, siz unga erishasiz. Agar mehnat qilishdan qochmasangiz albatta. Tavakkal qilishga jur'ati yo'q inson hayotda hech narsaga erisha olmaydi. Odatda hazil qilganimda haqiqatni gapiraman. Axir haqiqat dunyodagi eng kulgili narsadir. Eng qiyin kurash bu baxt uchun erinchoqlik bilan kurashishdir. Senga qarshingdagi chiqishing kerak bo'lgan tog'lar emas, oyoq kiyiming ichidagi toshlar xalaqit beradi. Men sizlar istagan odam bo'lishga majbur emasman. Aksincha, o'zim istagan inson bo'lishda erkinman. Sen qanchalar samimiy bo'lsang, atrofingdagi dunyo shunchalar yolg'onchi va ikkiyuzlamachi bo'ladi. Alloh inson ko'tarishga qodir bo'lmagan yukni uning yelkalariga tashlab qo'ymaydi. Do'stlik bu dunyodagi eng tushuntirib berish qiyin bo'lgan narsalardan biridir. Agar do'stlikning asl mohiyatini bilmasangiz, demak siz hech narsani bilmaysiz. Qo'rquvlarsiz biz bu darajada qat'iyatlik bo'la olmasdik. Agarda aqlim buni tushunsa va yuragim bunga ishonsa, men albatta o'sha narsaga erishaman. Kunlaringni sanama. Qolgan kunlarning hisobini qil. Tushlar ro'yobga chiqishi uchun eng qulay usul bu uyg'onishlikdir. Agar kimdir bo'lishni orzu qilsang, o'sha bo'lasan. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Va albatta, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring.